This is Radio Free Asia from Washington, D.C. The following program is in Uyghur. Erkin Asya Radyosu. Erkin Asya Radyosu. Assalamu alaikum, hürmetlik radyo anlıqçılar. Anlavatqınlar Erkin Asya Radyosu'nun 27 fevral Peşembe günündeki Uygurca anlatışı. Amerika paytaxtı Washington'dan anlavatçılar. Bugünkü programlarının riyasatçılığında Mihriban xizmetinlarda. Hürmetlik radyo anlatıcılar. Peşembe gündeki bir saatlik anlatışımızda avval anlaydıqınlar Uygurlar ve xalqara vaziyetine dair qısqa xabarlar. Anlatışımızın davamında vaqa ve mulayis sayfası boyunca tayarlangan programlarını, şunaqla tarix ve bugün sayfamızını anlaysınlar. Hürmetlik radyo anlatıcılar. 27 fevral Peşembe gündeki bir saatlik anlatışımızını Uygurlar münasebetlik qısqa xabarlardan başlayımız. Bugünkü xabarlarni radyomuz muxbiri İrada tayarladı. Tayland hökuməti 27 fevral Tayland türməsində tutub turilayotgan 40 nəfər Uyğurni Xitayğa qaytarıb bergan. Tayland hökuməti yıllardan beri dünyanın hər qaysı joylaridagi Uyğur təşkilatları və cəmaətining, Amerika hökumətinin, Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatı hamda yana xalqaralıq kişilik hüquq organlarının bu Uyğurlarni Xitayğa qaytarmaslıq, ularning bexatar 3-cü dövlətə urulishiga kapolatlik qilish haqida qilgan barliq chaqiriqlarga, ko'rsatgan barliq tirishchiliklarga qaramay, oqibatda bu Uyğurlarni yana Xitayga o'tkazib bergan. Tayland hökuməti yaqin aylardan buyon bu Uyğurlarning Xitayga qaytarıldıqligi haqida chiqqan xabarlarni qayta rad qilib, o'zlarining bu ishni xalqaro kishilik huquq nizomi bo'yicha bartaraf qiladiganligini bildirgan. Halbuki kishilik huquq faoliyatchilari va Tayland axborot vositalari 27 fevral shu yer vaqti sahar soatlarida derizlari qora yopiqlar bilan etib etilgan bir necha yuk mashinasining Bangkokdagi bu Uyg'urlar tutib turilayotgan ko'chmanlarni tutib turish markazidan ayrilganligini hamda shimolga qarab shaharning Donmoyang aerodromiga qarab manganligini, bu avtomobillar ichida Uyg'urlarning bo'lishi mumkinligini xabar qilgan edi. Taratqularning iz qo'g'lab tashirishi natijasida maxsus ajratilgan Xitoy Janub aviatsiyasining atigan soat 4:48 da Donmoyangdan ayrilgan bu aeroplanining uchish manzilining Qashqar ekanligi oydinlashgan. Tayland baş ministri Pitongtarin Shinawatra va saqchi boshlig'i Ketrat Penfet dastlabda bu Uyg'urlarning Xitoyga qaytarilganligi haqida bir narsa demay turib olgan bo'lsa-mu, biroq shu yer vaqti tushdan keyin bo'lganda xabarning to'g'riligini dalillagan. Saqchi boshlig'i Ketrat muxbirlarga qilgan so'zda 40 nafar Uyg'urning Xitoyga qaytarilganligini dalillagan. Tayland türməsində 48 nəfər Uyğurning tutub turilayotganligi ma'lum bo'lsa-mu, Tayland va Xitoy axborotlarining har ikkisi qaytarilgan Uyg'urlarning sonini 40 nafar deb ko'rsatgan. Navbatda Tayland hökumatining xalqaradagi musofirlarni qo'g'dash haqidagi qonun nizomlariga xiloflik qilib, 10 yildan ortiq vaqtdan beri bu Uyg'urlarni mahbuslikda qiynab, oqibatda yana Xitoyga o'tkazib berganligi kuchli tanqidga uchirmoqda. Amerika Tashqi ishlar ministri Marco Rubio Tayland hökumətinin barlıq çaqırıqlarga qaramay 40 nəfər Uyğurni Xitayga o'tkazib berganligini qattiq ayıpladı. Marco Rubio 27 fevral e'lon qilgan bayonotida mundaq dedi. Biz Taylandning kam deganda 40 nəfər Uyğurni Xitayga majburiy qaytarib berishini qattiq ayıplaymiz. Bu Uyg'urlar qonunliq sotlanish huquqiga erisholmaydigan, ziyonkashlikka, majburiy emgak va qiynashlarga duch keladigan yerga qaytarildi. Taylandning uzun yillik ittifoqdoshi bo'lish sifatimiz bilan biz Taylandning BDTning qiyin qishtaqqa qarshi turish ahdnomasi va xalqarodagi barliq kishilarni majburiy g'oyib bo'lishdan qo'g'dash xalqaro ahdnomasidagi xalqaroliq majburiyatini ado qilmaganligidan qattiq cho'chidik. Bu qilmish Tayland xalqining ojiz kishilarni qo'g'dash ahdisiga zid bo'lib qolmay, Taylandning kishilik huquqni qo'g'dash va'dasiga mos kelmaydi.
Biz Uyg'urlar qo'g'dinishni talab qilayotgan davlatlardagi barliq hukumatlarni Uyg'urlarni Xitoyga majburiy qaytarmaslikka chaqiramiz. Amerika Tashqi ishlar ministri Marko Rubio bayonotida yana Xitoy hukumatining Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik yurgizayotganligini ta'kidlab mundaq dedi. Xitoy Kompartiyasi Şinjandagi Uyg'urlar va boshqa asonliq millatlarga irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat sodir qildi. Biz Xitoy doiralarini bu qaytarilgan Uyg'urlarning ahvolini bilib turish uchun to'liq aloqa yo'li ta'minlashga chaqiramiz. Tashqi ishlar ministri Marko Rubio yana Tayland hukumatini Xitoyga qaytarilgan Uyg'urlarning kishilik huquqini qo'g'dashga kafolatlik qilmaganligini davomli surishtirib turishga chaqirdi. Tayland hukumatining 40 nafar Uyg'urni barliq chaqiriqlarga qaramay Xitoyga o'tkazib berishi xalqaro kuchlik ayblashga duch keldi. Dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'ur jamoati, xalqaro kishilik huquq organlari, siyosiy tashkilotlar va arboblar Tayland hukumatiga noroziligini bildirdi. Amerika Tashqi ishlar ministri Marko Rubio Amerikaning Xitoyning bir balvoq bir yo'l qurilishiga taqobil turishni maqsad qilgan qadamlarni tashlaydiganligini bildirgan. Marko Rubio bu so'zlarni yaqinda Amerikadagi Breitbart xabarlarining maxsus ziyoratini qabul qilganda aytgan. U mundaq degan: Prezident Donald Trump Xitoyning bir balvoq bir yo'l qurilishiga taqobil turish uchun texmi ko'p kelishim tuzmoqchi bo'lyotdi. Meningcha Prezident Trump mezgilida biz bu vaqtdagi cho'ng savdolarni ko'ramiz. Xitoy hukumat tarafidan yo'lga qo'yilgan va 150 dan ortiq davlat qo'l qo'ygan bir balvoq bir yo'l qurilishining maqsadi uzundan beri gumon qo'zg'ab kelyotdi. Bo'libmi bu qurilishga a'zo bo'lgan Sri Lanka qatorliq davlatlarning qarz patqiqiga betib, o'z portlarini Xitoyga o'tkazib berishga majbur bo'lishi bu qurilishning qarz to'ziqi deb atalishiga sabab bo'lgan. Amerika Tashqi ishlar ministri Marko Rubio yuqoridagi gazetga qilgan so'zda bu qurilishga qatnashgan davlatlarning Xitoy oldida tushib kelayotgan qiyin vaziyatiga sal qarashga bo'lmaydiganligini eskartgan. U mundaq degan: Biz yashayotgan bu dunyoning, bo'libmi yer sharining yarmidan ko'pragining Xitoyning mablag'ini olgan va Xitoyning qarziga petib, uning shafoatiga beqinib qolgan davlatlar bilan to'lib ketishi bizga foydali ahvol emas. Bu qurilish Amerikaning manfaatiga tahdid paydo qiladi. Prezident Trump mana bu ahvolni o'zgartirishga tirishyapti. Marko Rubio yana buning faqat Amerikaning orzusi emas, balki yana Hindiy Tinch okeanidagi Yaponiya, Koreya, Filippin, Avstraliya va Hindiston qatorliq davlatlarning orzusi ekanligini, ularning Amerikaning dunyo masalalarida ko'proq aktiv bo'lishi va mavjudligini davomli saqlashini umid qiladiganligini bildirgan. Mushayning beshida Prezident Trump bilan Hindiston bosh ministri Narendra Modi Hindiston orqali O'rta Sharq va Yevropaga tutishadigan toshish liniyasi qurishni maqsad qilgan bir qurilish turida hamkorlashishga kelishgan edi. Oldin qayda tashqi ishlar ministri Marko Rubio vazifaga o'ltiribla Panamani ziyorat qilgandan keyin Panama Xitoyning bir balvoq bir yo'l qurilishidan chekinib chiqqanligini jakarlagan. Amerika prezidenti Donald Trump 27 fevral payshanba kuni o'zining Xitoy mollariga yana 10% qo'shimcha boj qo'ydiganligini, bu bojning 4-mart kunidan boshlab yo'l qo'yilganligini aytgan. NBC xabarlarining bildirishicha, bir nafar Oqsaroy amaldori Prezident Trumpning Xitoy mollariga 10% qo'shimcha boj qo'ydiganligini dalillagan. U so'zida Xitoy mollariga bundan ilgari qo'yilgan 10% boj bilan qo'shib hisoblaganda umumiy bojning jami 20% ga yetganligini aytgan. Ma'lum bo'lishicha, ilgari Meksika va Kanadaga qo'yilgan, ammo vaqtliq to'xtatib qo'yilgan 25%lik tamojna bejimi 4-mart kunidan e'tiboran ijro qilindi ekan. Prezident Trump Xitoyda yasalgandan keyin Kanada va Meksika chegaralari orqali Amerikaga kirayotgan 100 minglarcha amerikaliklarning joniga zamin bo'layotgan zaharlik chekimlik fentanilni cheklash uchun Kanada va Meksika chegaralaridagi tekshirishni kuchaytirish haqida besim ishlatgan. U bu davlatlarni 25%lik tamojna beji bilan jazolagan. Ammo taraflar orasidagi suhbatdan keyin bu jazo vaqtliq to'xtatib qo'yilgan edi. Prezident Trump 27 fevraldagi uchurda Kanada va Meksikaning fentanilni cheklash uchun yanada yetarlik tadbir qo'llanmaganligini, bu davlatlar orqali Amerikaga zo'r ko'lamda zaharlik chekimlik davomli kirayotganligini ta'kidlab, ilgirki tamojna bejining plan qilingan vaqtda yo'l qo'yilganligini jakarlagan.
Xitayning Uyg'ur elidagi hukumat ovozi bo'lgan Tangirtog to'rining xabariga qaraganda 26 fevral kuni o'tkazilgan Janubiy Shinjang xizmat yig'inida Bingtuanning Uyg'ur elining janubidagi rayonlarga kengayishini kapolatga ega qilish ta'kidlanganligi ma'lum. Xabarga qaraganda Xitoyning Uyg'ur eli turishliq ishlab chiqarish qurilish Bingtuanining muavin partkom sekretari Li Xinhuang yig'inda qilgan so'zda bu yil biz butun kuchimiz bilan yuqori sifatli taraqqiyotni ilgari surib, Bingtuanning Janubiy Shinjongdagi har qaysi diviziyalarining amaliy kuchi va yadroliq raqobat iqtidorini o'stiramiz degan. U yana bu joylarda polister turini o'z ichiga olgan 35 muhim qurilish turini yo'lga qo'yishga kapolatlik qildiganligini aytgan. 26 fevral kuni Urumchida ichilgan Janubiy Shinjang xizmat yig'iniga Uyg'ur Abnurlik partkom va Bingtuanning asosliq katta boshlarining hammasi degida qatnashgan bo'lib, Mashungri bu yig'inda Shinjang bir shaxmat taxtasi bo'lsa, Janubiy Shinjang uning ko'zi deb ko'rsatgan. Xitoy hukumati yillardan beri Bingtuan bilan yerlikning qo'shilishini, Bingtuanni janubga qarab yanamo kengaytishni, Janubiy Uyg'ur elining nopos qurilmasini o'zgartishni muhim xizmat qatorida ishlab kelmoqda. Bu qitimliq Janubiy Shinjang xizmat yig'inida janubdagi viloyatlar shaxmat taxtasining ko'zi deb ta'kidlangan bo'lib, bu joylarni nuqtaliq o'zgartish, yangi nopos, yangi iqtisod, yangi madaniyatni o'zliksiz kirgizish, ya'ni yangidan qon berish orqali butunlay boshqadan qurib chiqish talab qilingan. Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qaratayotgan irqiy qirg'inchiligi va majburiy emgak siyosatida aktiv rol o'ynab kelgan Bingtuanning Uyg'ur elining janubiga qarab yanama tez suratda kengayish masalasi kuzatuvchilarning kuchli diqqatini qo'zg'amoqda. Hürmetlik radyo anlıqçılar. Erkin Asya Radyosu'nun 27 fevral Perşembe gündeki Uygurca anlatışı davamlaşmakta. Ben bugünkü program riyasatçısı Mihriban. Yuqorida qisqa xabarlarni aldinglar. Tuanda maxsus saytlar bo'yicha berilgan anglitishimizni boshlaymiz. Buningda radiomiz muxbirlari va ixtiyoriy muxbirlarimizning tayyorlashida Uyg'urlar va xalqaro iqlim masalalariga doir tafsiliy xabar analizi, suhbat, obzor qatorliq programmalar, shunaqla tarix va bugun sahifasi huzuringlarda bo'ladi. Hürmetlik radyo anlıqçılar, növətdə diqqətinizlər, bugünkü məxsus saytlar bo'yicha berilgan anlatışımızın təfsilatı da bo'lsin. Tayland dairələri 11 yıldan artıq vaqtdan beri Taylandda tutub turilayotgan Uyg'urlardan 40 kishini Xitoyga o'tkazib bergan. Növətdə bu vaqa muaciratdagi Uyg'urlarning qattiq g'azabini qo'zg'ab qolmay, Amerika hukumati va xalqaro kishilik huquq sohasining qattiq tanqidiga uchirmoqda. Tuanda buning tafsilotini o'z muxbirimiz Erkindan anglaysizlar. Tayland hökumətinin 27 fevral günü qattiq qarshiliklarga qaramay 40 nafar Uyg'urni Xitoyga qaytarib berishi muaciratdagi Uyg'urlar, kishilik huquq tashkilotlari va Amerika hukumatining o'z ichiga olgan keng taraflarining kuchli noroziligi va ayblashiga uchirmoqda. Amerika Tashqi ishlar ministri Marko Rubio 27 fevral yozma bayonot e'lon qilib, Taylandning oz deganda 40 nafar Uyg'urni Xitoyga majburiy qaytarishini mumkin bo'lgan eng qattiq iboralar bilan ayblaydiganligini aytgan. Marko Rubio'ning ta'kidlashicha, Tayland Amerikaning uzun yillik ittifoqdoshi bo'lish sifatida uning bu harakatidan sarosimaga tushgan bo'lib, bu Taylandning BDT tan jazosini cheklash ahdnomasi va xalqaro majburiy g'oyib qilishdan xoli bo'lish ahdnomasida ustiga olgan majburiyatlarga xiloflik qilish xavfi shakllantirmoqda ekan. Tayland doiralarining 27 fevral tong saharda Bangkokning Sampila ko'chmanlarni tutib turish markazidagi 40 nafar Uyg'urni koziblik yuk avtomobiliga solab, Bangkok aydirimiga ilib berib, u yerdan bir Xitoy aeroplaniga o'tirg'izib, Qashqarga yo'lga solganligi ma'lum bo'ldi. 40 nafar Uyg'ur o'ltirgan aeroplanning Bangkokdan qo'zg'alib, Udil Qashqarga yetib borganligi Xitoy hukumat taratqullari tomonidan dalillandi. 11 yildan ortiq vaqtni Tayland lagerlarida o'tkazgan bu Uyg'urlarning oxiri tuyuqsiz Xitoyga qaytarilishi muajiratdagi Uyg'urlar va kishilik huquq tashkilotlarini qattiq sarosima solmoqda. Bu Uyg'urlarning qaytarilishi BDT Musofirlar oliy mahkamasi
kishilik huquq tashkilotlari va muajirat Uyg'urlarning qattiq noroziligiga uchragan bo'lsa-mu, ammo Tailand muavin bosh ministri, qo'shimcha davlat mudofaa ministri Fontam Vachayachay Xitoyning 27 fevral qaytarilgan bu 40 nafar Uyg'urga yaxshi muomala qilish haqida kapolat berganligini ilgari surgan. Lekin Tailanddagi xalqlar huquqini kuchaytirish fondi tashkilotining direktori Chalida Tajarunsuk 40 Uyg'urning masalasida Tailand hukumatiga hargiz ishonmaydiganligini bildirmoqda. China also sent a letter officially to Thai government. Chalida Tajarunsuk 27 fevral muxbirimizga mundaq dedi. Tailand hukumati Xitoyning Uyg'urlarni qaytarib berishini rasmiy talab qilib, ularning Xitoy grajdani ekanligini isbotlaganligini, ikkinchidan ularning o'z ixtiyorligi bilan qaytganligini qayd qilmoqda. Biroq biz ularning o'z ixtiyorligi bilan qaytganligining sin xotirasini ko'rishimiz kerak. Chunki men o'tgan oyda e'lon qilgan bayonnomada ularning Xitoyga qaytishini xohlamaydiganligini ko'rasiz. One volunteer. Number 2, no country. Chalida Tajarunsuk Tailand hukumati tutqunlarning o'z ixtiyorligi bilan qaytganligi, ularni qabul qiladigan 3-davlat chiqmaganligi, Xitoyning ularga yaxshi muomala qiladiganligini va'da qilganligi va Uyg'ur tutqunlarining ahvolini tekshirib turadiganligini qayd qilsa-mu, lekin uningga hargiz ishonmaydiganligini bildirmoqda. However, from our experience from last 109 Uyghur, Chalida Tajarunsuk mundaq deydi. Halbuki biz o'tgan qitim qaytarilgan 109 nafar Uyg'urning tajribalaridan shuni qilishimizki, ular tahdid va xavf ostida. O'tgan qitimmi doiralar qaytarilgan Uyg'urlarning ahvolini kuzatib turamiz degandimi, men ularni rasmga qarab, ularning shu Uyg'urlar ekanligini qanday biladiganligini so'ragan bo'lsam-mu, lekin javob bermagan. Halbuki Tailandning muavin bosh ministri Fontam Vichayachayning muxbirlarga qilgan so'zida Uyg'ur musofirlarini qaytarishning Tailand qonuni va xalqaro prinsiplariga asosan elib berilganligini ilgari surib, buningda masala yo'q. Ularga yaxshi qaraladi, chunki bu kishilar ularning fuqarosi deganligi qayd qilinmoqda. Kishilik huquqni kuzatish tashkiloti 27 fevral muxbirimizga bergan bu vaqtdagi inkosida Tailandning 40 nafar Uyg'urni Xitoyga qaytarishi Xitoyning sodir qilayotgan jinoyatiga o'rtaq bo'lganlik deb aybladi. 2016-yildan buyon Xitoy hukumatining Uyg'urlarga yuritgan siyosati insoniyatga qarshi jinoyat deb muayyanlashtirilgan Birlashgan Davlatlar Tashkilotining 2022-yillik dokladida tasdiqlangan turuqliq Tailand hukumatining bu qilmishi Xitoyning o'tkazayotgan jinoyatlarga o'rtaqlik qilayotganligining dalilidir. Kishilik huquq kuzatish tashkilotining tadqiqotchisi Yalqin Uluyo'lning ta'kidlashicha, bu voqea Tailand hukumatining qonun organlarini dasab o'tib Xitoy bilan hamkorlik o'rnatganligini ko'rsatmoqda ekan. Xalqaro tashkilotlar va har qaysi hukumatlarning 10 yildan ortiq qamoqda qolgan 40 nafar Uyg'urni qo'g'dab qololmaganligi haqiqatan afsuslanarli bir ish. Bu ishning mas'ullarining surishti qilinishi Tailand hukumatining qilmishlarining javobini berishi kerak. Tailanddagi kishilik huquq faoliyatchilarining 27 fevral tong saharda bergan xabarlarida qora yaltiroq bilan qoplangan bir qancha kozublik yuk avtomobilining sahar soat 2dan keyin Bangkok ko'chmalarini tutib turish markazidan ayrilib, Bangkokning Donming aydirumiga qarab manganligini bildirgan. Buning oldida Uyg'ur mustaqil tadqiqotchisi Neyrullah Alima ishonchlik manbalardan Tailandning Uyg'ur musofirlarini 27 fevral kuni Xitoyga qaytarmoqchi bo'lganligini egallaganligi, Uyg'urlarning jiddiy xavf ichida qolganligini ogohlantirgan edi. Ma'lum bo'lishicha 27 fevral atigan soat 4dan 48 minut o'tganda Janubiy Xitoy havo yo'llari shirkatining bir yo'lovchilar aeroplani Bangkok Donming aydirumidan ayrilib, Udul Qashqarga qarab uçgan. Navbat Uyg'ur musofirlarining mushu aeroplanga o'ltirg'izilib, elib ketilganligi qayd qilinmoqda. Taylandagi munosabatli odamlarımızdan intayin mahbus saqlandı. Kişilerimiz şu ballarını elib mangan maxsus tayyorlangan qarajı maşından kendini əgişib Selaman bo'lsa-mu, ma'lum yakay vaqtida yo'ldan to'sab va shunga uzilib qoldik. Avstraliyada turishlik faoliyatchi Tailanddagi Uyg'ur musofirlarining vakolatchisi Baxtiyor Bo'ri 27 fevral radiomizga ularning Qashqarga yetkazib etilganligini Xitoy taratqullarining xabarlaridan bilganligini bildirdi. Oxiri aniq bo'lgani, yana Tailand tarafidan emas, Xitoyningki axborot kanallarininki eski ko'chirilgan yoki boshqa bir kanallar orqali ularninki haqiqatan Qashqarga yetkazib ketganligini shundan bildik. Halbuki BBC'ning xabarlarida Bangkok hukumatining Tailand bosh ministri Petongtarin Shinawatra
Bu ayning boshlari Xitoyda ziyorati bo'lganda Xitoyning uningga agar Uyg'urlarni qaytarib bersa, ularga yaxshi muomala qilishga va'da berganligini bildirganlik qayd qilinmoqda. Men asli eng bo'lmagan vaqtida bu hokimiyatdagi yuqori darajalik insonlarning Tayland davlatining qonunini dafsanda qilmaydiganligini, adliya sistemasiga ozroq hurmat qildiganligi, sudninki hukmiga hurmat qildiganligiga biroz ishongan edim. Ammo bu insonlar davlatning asos qonunini, adliya sistemasini va sudning sharmandalarcha oyoq osti qildi. Marko Rubio 27 fevral e'lon qilgan bayonotida har qaysi davlat hukumatlarini bu davlatlarda panohlik izlayotgan Uyg'urlarni Xitoyga majburiy qaytarmaslikka chaqirib, Xitoyning Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik ham insoniyatga qarshi jinoyat sodir qilayotganligini ta'kidlagan. Bu Trump hukumati bu yil 20 yanvar vazifaga o'tirgan bir oydan ortiq vaqtdan beri kabinet darajalik bir Amerika amaldorining tunji qitim Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini tilga ilishdilar. Marko Rubio mundaq degan: Xitoy Kompartiyasining ko'rsatmasi va kontrolligida Şinjandagi asosli musulmon Uyg'urlar va boshqa etnik ham diniy asosliq guruhlarga irqiy qirg'inchilik ham insoniyatga qarshi jinoyat sodir qilmoqda. Biz Xitoy hukumatini qaytarilgan Uyg'urlarning ahvolini qarorlik egallab turishga yo'l qo'yishga chaqiramiz. Tayland hukumati Xitoy doiralarining Uyg'urlarning kishilik huquqini qo'g'diganligini izchil ham to'liq egallab turishi shart. Taylandda tutib turilayotgan 48 Uyg'urdan 40 kishining Xitoyga qaytarilganligi xabari tarqalgandan keyin İstanbuldagi Uyg'urlar zo'r ko'lamlik namoyish o'tkazib, Tayland hukumatiga bo'lgan noroziligini bildirgan. Bu norozilik namoyishining tafsilotini İstanbuldagi ixtiyoriy muxbirimiz Arslandan anglaysizlar. Kahrolsun, Kızılçin, kahrolsun, Xi Jinping. Kahrolsun, Kızılçin, kahrolsun, Xi Jinping. Assalamu alaykum hurmatli radio anglag'uvchilar. 27 fevral payshanba kuni 11 yildan buyon Taylandda tutib turilayotgan 48 Uyg'urdan 40 kishining Xitoyga qaytarilganligi xabari tarqalgandan keyin İstanbulda yashayotgan Uyg'urlar g'azablanib namoyish olib bordi. Shu kun kechida bir guruh Uyg'urlar İstanbulning Fatih rayonidagi Sarachxona bog'cha maydoniga yig'ilib namoyish qildi. Namoyish jarayonida Sharqiy Turkiston vaqf raisi Ilhon To'ralla va Sharqiy Turkiston jamiyatining rais vakili Xolid Muhammad qatorliqlar so'z qilib, Tayland hukumatiga bo'lgan noroziligini bildirdi hamda Turkiya Cumhuriyetini Taylandda qolgan Uyg'urlarni qutuldirishga chaqirdi. Ali Cenab devletimizden, yüce Türk milletinden kardeşlerimiz için destek olmasını istiyoruz. Ular namoyish qilayotgan paytlarda garchi Bangkok musofirlarni tutib turish idorasining ichidan aynaklar to'siltilgan 6 dona avtobusning kirib chiqqanligi to'g'risida uchurlar tarqalgan bo'lsa-mu, Uyg'urlarni Xitoyga qaytarish to'g'risidagi uchurlar texi aniqlanmagan edi. Uyg'urlar oxirigacha umidini kesmasdan bir xush xabarning kelishini kutatdi. 27 fevral payshanba kuni Xitoyning Xinhua agentligi 40 Uyg'urning Taylanddan Xitoyga qaytarilib kelinganlik uchurini e'lon qildi va bir qism Uyg'urlarning sinalg'u ko'rinishlarini tarqatdi. İstanbuldagi Uyg'urlardan yana bir guruh kishi kechacha uxlamasdan Anqaraga borib, Taylandning Anqarada turishliq bosh elchixonasi oldida namoyish olib bordi va Tayland hukumatining Uyg'urlarni qaytarganligi to'g'risida tushuncha berishni talab qildi. Ammo bu talablar javobsiz qoldi. Yana bir guruh Uyg'urlar Sharqiy Turkiston tashkilotlar birligining chaqiriqi bilan Xitoyning İstanbuldagi konsulxonasi oldiga jam bo'lib, norozilik namoyishi va bayonot e'lon qilish yig'ini o'tkazdi. Türkiye uyuma kardeşine sahip çık. Türkiye uyuma kardeşine sahip çık. Namoyishchilar birdek zolimlar albatta hisob beradi. Kommunist Xitoyga la'nat bo'lsin, Xi Jinpingga la'nat bo'lsin. Turkiya uxlama, qarindoshlaringga ega bo'l degandek shuarlar to'ladi. Namoyish jarayonida İstanbuldagi Madaniyat universiteti o'qituvchisi, Sharqiy Turkiston ulamolar birligi raisi doktor Olimjon Bug'da so'z qilib, Tayland hukumati qatorliq
ko'plagan davlatlarning Xitoyning irqiy qirg'inchilik jinoyatiga hamkorlashayotganligini tanqid qilib mundoq dedi. Tayland Doğu Türkistan'ın kanı eline bulaşmış bir ülkedir. Tayland Sharq Turkistonliklarning qani bilan qo'llari bo'yalgan bir davlat. Ular 2015-yili Xitoy zulmidan qochib, tog'dek mushaqqatlardan eshib Taylandga kelgan begunoh Uyg'urlardan 109 kishini Xitoyga qaytarib bergan edi. Ularning ko'pinchisi Xitoyning qiyin qistoqlariga va o'lim jazosiga uchirdi. Hozirgacha ularning oqibati to'g'risida hech qanday ma'lumot yo'q. Mana endi yana 48 Sharq Turkistonlikning tunugun kecha Xitoyga qaytarilganligining xabarini oldik. Tayland hukumati bu qilmishlari bilan Xitoyning Sharqi Turkistonliklar ustidan yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligiga hamkorlashgan bo'ldi. Doktor Olimjon Bog'da dünya cemaatini Taylanddan hesap so'rashga chaqirib mundoq dedi. Öncelikle Birleşmiş Milletler Güvenlik Daimi Kurulu Amerika ve diğer ülkelerden, Avrupa ülkelerinden, Müslüman ülkelerinden de bunun hesabını sormasını bir Doğu Türkistanlı olarak hepimiz istiyoruz. Tayland hukumati javobgarlikka tortilishi kerak. Biz boshda BDT bexatarlik doimiy komiteti, Amerika Qo'shma Shtatlari, Yevropa va islom ellari qatorliq davlat va tashkilotlardan Taylandning bu qilmishlarining hisobini so'rashni talab qilamiz. Namoyishda so'z qilgan Sharqi Turkiston kishilik huquqni kuzatish jamiyatining tadqiqotchisi Vildan Kadi o'g'li Sara Yashar xonim Tayland hukumatini tanqidlab mundoq dedi. Tayland hükümeti uluslararası hukuku, insan haklarını ve en temel insani değerleri çiğneyerek ne yazık ki 48 Uygur Türk'ünü Çin'e iade etti. Tayland hukumati xalqaro qonun, kishilik huquq shartnomalarini va insonlik qimmat qarashlarini dafsanda qilib, 48 Uyg'urni Xitoyga qaytarib berdi. Bu bir qaytarish bo'lmasdan balki bir o'lim farmonidir. Bu ularni chegaradan chiqarib o'tish emas, balki yig'ilish lagerlariga, qiyin qistoq kamerlarga va zindonlarga yo'lga selishdir. Bu diplomatiya jihatdagi bir hujum bo'lmasdan balki bir millatning izzat obro'yiga, erkinligiga va yashash huquqiga tajovuz qilishdir. Halbuki Tayland hukumati kishilik huquqni qo'g'dashga va'da bergan va panohlik talab qiluvchi musofirlarni majburiy qaytarishni cheklagan xalqaro qonun kelishimlariga qo'l qo'ygan bir davlat edi. Biroq qo'ygan imzolarga va bergan va'dalarga xiloflik qildi. Kishilik huquqni kuzatish tashkiloti 27 fevral kuni bu vaqtda bayonot e'lon qilib, Tayland amaldorlarining bundan ilgari Uyg'urlarni Xitoyga qaytarib bermaslik to'g'risida va'da bergan turib, Uyg'urlarni Xitoyga qaytarganligini tanqid qildi. Bayonotda kishilik huquqni kuzatish tashkilotining Osiyo bo'limi direktori Elena Pearson mundoq dedi. Taylandning Uyg'urlarni Xitoyga qaytarib berishi Taylandning davlat qonuni va xalqaro qonundagi majburiyatiga aniq xiloflik qilganlikdir. Bu kishilar hamda Xitoyda qiynash, izdiraksiz yo'qolib ketish va uzun muddatli qamoq jazosi xavfiga duch kelmoqda. Tayland davlati taratqusining xabarida ma'lum bo'lishicha, Tayland davlatlik saqchi idorasining boshlig'i bu qatimliq qaytarish harakatini Tayland davlat xavfsizlik kengashi bilan Xon jamoati saqchi idorasining birlikda ijro qilganligini, 40 Uyg'urni Xitoyga qaytarib qolgan 8 Uyg'urni Tayland qonuniga xiloflik qilganlik sababli tutib turayotganligini e'lon qilgan. Tayland hukumati 2015-yil 7-oyda Xitoyning besimidan qochib Taylandga kelgan Uyg'urlardan 109 kishini Xitoyga qaytarib berib, Uyg'urlar va xalqaro kishilik huquq tashkilotlarining tanqidiga uchirgan edi. Hurmatli radio anglag'uvchilar, bu programmani Istanbuldan Arslan Tash tayyorladi. Erkinlik Sarayı'nın 26 fevral e'lon qilgan yillik dokladi dunyo miqyosidagi demokratiyaning navbatdagi taraqqiyot ahvolini ixcham xulosalab bergan. Shuningdek, umumiy jihatdan olganda demokratiyaning izchil vayron qilinayotganligini alohida eskartgan. Dokladning e'lon qilinish munosabati bilan o'tkazilgan muhokama yig'inida dokladagi ba'zi masalalar o'xshamagan nuqtalardan qarab chiqilgan.
Tuanda muxbirimiz Azizning bu vaqtdagi tafsiliy ma'lumotlari diqqatingizda bo'ladi. Bosh shtabi Washington shahriga joylashgan Erkinlik saroyi 26 fevralda e'lon qilgan Dunyodagi erkinlik 2025 temisidagi doklad 2024 yili 1 yanvardan 31 dekabrgacha dunyo miqyosidagi demokratiya sohasida ko'rilgan eng yangi taraqqiyotlarni xulosalash bilan har qaysi sohaning zo'r diqqatini qo'zg'adi. Mazkur doklad Xitoyni o'z ichiga olmagan joylardagi demokratiyaga bag'ishlangan bo'lib, Xitoy haqidagi doklad har yili ayrim bir to'plam shaklda e'lon qilinib kelmoqda. Dokladda ko'rsatilishicha, dunyo miqyosidagi demokratiya o'tgan 19 yilda uda eng zo'r darajada chekinish bosqichidan boshdan kechirgan. Bo'libmi dunyoning har qaysi joylaridagi fuqarolar siyosiy haqlar va fuqaroviy erkinlikdan bahramand bo'lishda izchil davom qilib kelgan nacharlashishga duch kelgan. Dokladda bu ahvol ixcham qilinib, bu xil yomonlashishni keltirib chiqaruvchi eng muhim omillar siyosiy yo'llarning saylov mazgilidagi zo'rliq faoliyatlari, davom qilayotgan qurolliq to'qinishlar, zulm va hokim mutlaqlikning yamrab ketishi deb ko'rsatiladi. Demokratiya sohasidagi chekinishda Yevroziya rayoni eng gavdalik bo'lib, Ozarbayjon, Tojikiston va Turkmaniston nacharning nachari deb baholangan. Qirg'iziston va Rossiyami demokratiya eng nachar bo'lgan mamlakatlar tizimiga elingan. Erkinlik saroyi bu joylarni qisqacha qilib, erkinlik bo'lmagan mamlakatlar deb xulosa qiladi. Turkiya bo'lsa demokratiya muhiti tik siziq bo'yicha nacharlashib mangan oldingi qatordagi 10 mamlakatning biri bo'lgan. Bo'libmi Turkiyadagi siyosiy haqlar va fuqaroviy erkinlikning yomonlashishi buningdagi eng gavdalik masala qatorida eskartilgan. Bularga selishtirganda Tayvan yuqori nomer bilan Yaponiyadan qosla Osiyo qit'asi bo'yicha 2-o'rindagi erkin mamlakatlar qatoridan o'rin oldi. Dokladda bu vaqtda to'xtalib, Tayvandagi hayotiy kuchi urg'ubtashgan demokratiya sistemasi 2000-yildan buyon hokimiyatning tinch shaklda topshirilishiga, shuningdek, fuqaroviy erkinlikning qo'g'dilishiga sharoit hozirldi deyildi. Demokratiya sohasidagi mukammallik jihatda Amerika Qo'shma Shtatlari 6 yillarga qaraganda zo'r darajada ilgarilagan deb qaraldi. Dokladda ko'rsatilishicha, 2024-yildagi Amerika prezidentlik saylami erkin, barobar va ishonch asosida tamom bo'lgan. Shundaq bo'lsa-mu, saylamga tushuvchilardan Donald Trump 2 qatam suiqasdga uchrab, o'lim xavfidan amon qolgan. Demokratiyaning joriy bo'lishi sohasida to'liq 100 nomer olgan birdan-bir mamlakat Finlandiya bo'lib, Yangi Zelandiya, Norvegiya va Shvetsiya ayrim holda 99 nomer olgan. Mazkur doklad e'lon qilingan kunning o'zida, ya'ni 26 fevral kuni tushdan burun Erkinlik saroyi bu munosabat bilan maxsus tor muhokama yig'ini chaqirib, dokladda o'tirg'a qo'yilgan ba'zi masalalarni muzokara qildi. This unique report is not funded by donations from any government, but is instead made possible by support from people, organizations and companies. Erkinlik saroyining muavin prezidenti Anne Buyayin bu vaqtda to'xtalib, oldi bilan bu yilgi dokladning adil bo'lishi uchun buningda hech qanday hukumatning ta'siri bo'lmasligini amalga oshirganligini alohida eskartdi. Uning qarashicha, dunyo miqyosidagi demokratiyaning bu yo'sinda nacharlashish mingishiga qarshi turishning eng unumli yo'li hamma tashkilot, jamiyat va shaxslarning bu xildagi demokratiyani vayron qilish qilmishlariga qarshi das o'rnidan turishi hisoblandi. Chunki qurbon bermaganda bu xildagi kurashning natijasini ko'gil bo'lmaydi. This year's report, which assesses the events of 2024, is titled The Uphill Battle to Safeguard Rights. And it offers a clear-eyed assessment of major... Tashqi siyosat jurnalining obzorchisi Osmot Gulamusi shu qatorda so'zilib, Xitoyning navbatda dunyo demokratiyasini vayron qilishda eng aktiv rol olayotganligini alohida eslatdi. I think the main thing with China's role in Africa is the kind of... Uning qarashicha, Xitoy hukumatining bu jihatdagi rolini Afrika qit'asida eng ro'shan ko'rib bo'ldi. Bo'libmi Xitoyning qarz diplomatiyasi Afrika allarini Xitoyning beqindisiga aylantirib qo'yishdan boshqa texmi muhimi raqamlik nazorat, so'z erkinligini bo'g'ish, siyosiy haqlarni oyoq osti qilish qilmishlariga dag'dam yo'l ochgan. Xitoyning qarz bergan g'oyasur mablag'i Nigeriya, Gana qatorliq allarning nazorat mexanizmiga sarf qilinib, tor bexatarligi, ijtimoiy taraqqiyot qatorliq sohalargacha kengaygan. Yerlik axborotlar bo'lsa, buni taraqqiyot deb tashviq qilish kerak. In terms of cyber security and social media, and that's really coming. Bu yilgi dokladning avtorlaridan biri Erkinlik saroyining xodimi Yana Garxovskaya xonim alayda askartgan bir nuqta, demokratiyani vayron qiluvchi kuchlarning har qachon muxbirlarga hujum qilishni doimliq faoliyat qilib olishi bo'ldi. Across the globe where journalists are killed in retaliation for their work or while... Uning qarashicha bu bir turli chegara halqagan zulm bo'lib, demokratiyaga qilingan buzg'unchiliklarni pash qilguvchi muxbirlarga turli yo'llar orqali ziyonkashlik qilish hokim mutlaq mamlakatlarga o'rtaq bo'lib kelgan.
Bu jihatda Xitoy, Rossiya qatorliqlar izchil turda o'xshab ketadigan vositalarni qo'llanib kelmoqda. Now, of course, we see that in a number of different ways, and I just wanted to make 3 sub-points in relation to Erkinlik sarayının Xitoy haqidagi 2025 yillik doklati ayrim nashr qilinadigan bo'lib, navbatda bu dokladning oxirgi xulosa qismi jiddiy tayyorlanayotganligi ma'lum. Qo'g'dug'uchilar tashkiloti 2-oyning 25-kuni Xitoyda g'oyib bo'lish, Xitoyda tutqun qilingan chet elliklarning oila tavobatlariga yordam berish qo'llanmasi nomli dokladni e'lon qildi. Uningda chet elliklar Xitoyda tutqun qilinib qolsa, ularning urug' tuqqanlarining nima qilish kerakligi haqida maslahatlar berilgan. Ammo Uyg'ur faoliyatchilar Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan tutqun siyosati tamoman o'xshamaydiganligi uchun dokladda berilgan maslahatlarni Uyg'urlarga tatbiqlashga mos kelmaydiganligini bildirmoqda. O'z muxbirimiz Gulchehra bu haqda tafsiliy ma'lumot berdi. Qo'g'dug'uchilar tashkiloti 25 fevral kuni Xitoyda g'oyib bo'lish, Xitoyda tutqun qilingan chet elliklarning oila tavobatlariga yordam berish qo'llanmasi mavzuliq dokladini Xitoycha, inglizcha va yaponcha tillarda e'lon qilgan. Bilganilishicha, bu dokladni tayyorlashga 1 yil vaqt sarf qilingan bo'lib, uningda Xitoyning bostirishi va adliya sistemasining ziyonkashligiga uchragan chet el fuqarolarining oila tavobatlarini yo'qolib ketishga taqobil turish strategiyasi bilan ta'minlagan. Mazkur tashkilotning to'r betida bu doklad to'g'riliq monola ilova qilingan. Bu qo'llanma davlatning ochiq-oshkora adliya sistemasi oldida o'zini chorasiz his qildigan chet elliklarning oila tavobatlari uchun yozilgan. Qo'g'dug'uchilar tashkiloti tayyorlagan bu dokladning kirish so'zida mundaq deb ko'rsatilgan. 2012 yil Xitoy raisi Xi Jinping hokimiyat beshiga chiqqandan buyon Xitoy chet ellarga ishni tadrijiy taqobliqamay, chet elliklarni siyosiy sabablar bilan ochiq-oshkor tutqun qilish va go'ro'ga elishni davomlashtirmoqda. Beijing bu diplomatiya delollarini ishlatib, chet el hukumatlariga besim ishiltish yoki ularni jazolashga urinmoqda. Dokladda yana Xitoyning 2024 yil mayda tuzitish kirgizilgan davlat maxfiyatligini qo'g'dash qonuni va 2023 yil 7 oyda tuzitish kirgizilgan jasuslikqa qarshi turish qonuni qatorliq 2 muhim qonunni yengilgandan buyon kun sayin gavdalanayotgan bu xil tutqun qilish qilmishining ko'pincha davlat xavfsizligi ramkasi ichida elib berilayotganligi ilgari surilgan. Dokladda oila a'zolari yo'qolib ketsa nima qilish kerak degan savolga qarata ularning haqiqatan yo'qolib ketganligini jazmlashtirish, konsulxona mulozimati bilan aloqalashish, aloqa to'ri qurish va yetaklovchi tepish, uchurning yengilishiga kapolatlik qilish hamda axborot strategiyasini taraqqiy qildirish qatorliq 5 tarafdan maslahat va amaliy uchur bilan ta'minlagan. Dokladda yana mundaq deb ta'kidlangan. Bu bir amaliy qo'llanma. Chunki u Xitoyning vaziyatini aynan tasvirlagan. Jumladan Xitoyda qonun bilan idora qilishning yoki mustaqil adliya organlarining kamchilligi ko'rsatilgan. Uning asosli maqsadi ziyonkashlikka uchirg'uvchilar va ularning oila tavobatlarini yetaklash orqali ularga qanday tayyorlik qilishni, nimalarni talab qilishni, kimdan yordam so'rashni o'rgatadi. Shundaqla boshqa yaqinlarning qo'yib berilishiga kapolatlik qila oladi. Halbuki Xitoyda g'oyib bo'lish, Xitoyda tutqun qilingan chet elliklarning oila tavobatlariga yordam berish qo'llanmasida chet el fuqaroligidagi Uyg'urlarning g'oyib qilinish yoki lager va turmalarga qonunsiz solinishiga doir ma'lumotlar berilmagan. Qo'g'dug'uchilar tashkilotining tashviqot ishlariga mas'ul direktori Laura Hart chet ellardan Uyg'ur eliga qaytgan Uyg'urlar haqidagi savolimizga bergan yozma javobida mundaq degan: BDT Kişilik Hukuk Ali Komissarlık İşxanasının Şinjan vaziyeti toğısıdaki dokladında barlıq hükümetlerge her qandaq bir Uygurni Xitayga tapşırıp vermeslik ve çegiradan qoğlap çıkarmaslık hakkında eniq tavsiye bergen. Ötken yılı BDT'nin Qiynaş Qarıştırış Komiteti Marrakeş'nin Uygur faaliyetisi İdris Hassanni Xitayga ötküzüp beriş kararını kontrol qilgan. Uygur ve başka Xitay fuqaralarini ötküzüp beriş, çegiradan qoğlap çıkarış, hatta keng ko'lamda tapşırıp
тапшырып бериш делолары to'g'riliq Xitoy hukumatining rasmiy sonliq ma'lumotiga asoslanganda, bu sonning necha 10 mingga yetganligi hamda ularning majburiy holda Xitoyga qaytarilganligi ma'lum. 10 yildan ortiq davomlashgan Xitoyga qaytarilish tahdidida yashagan Taylanddagi Uyg'ur tutqunlarining delosi intayin ichinishliq. Qaytarilgan 40 necha shaxs yuzlanadigan xatar hamon majburiy g'oyib bo'lish, xohlagancha tutib turilish, qiynashga duch kelish, g'ayri insoniy va pastkash muomalalarga duch kelish bo'ladi xolos. Marrakesh turmisida 3,5 yildan ko'proq tutib turilib, oxiri Xitoyga qaytarilish xavfidan qutulib, yaqinda Amerikaga sog'-salomat yetib kelgan Idris Hasanni quldirish jarayonida qo'g'dug'chilar tashkiloti hamda bu tashkilotning xodimi Laura Hart muhim rol o'ynagan edi. Amerikadagi Uyg'ur kishilik huquq qurilishining tadqiqotchisi Zubayra Shamsiddin xonim qo'g'dug'chilar tashkilotining bu doklatining e'lon qilinganligini qarshi oladiganligini bildirdi. Halbuki u bu doklatning zo'r ahamiyatga ega bo'lishiga qaramay, Uyg'ur eliga qaytgandan keyin g'oyib qilib etilgan Uyg'urlarga nisbatan amaliy rol o'yna olishidan ancha umidli emasligini bildirdi. Aydınlıqan tərəfdir bolsa, çünki bir sistem bo'lgan ekan, Xitoyning shu bir diktatorlik tizimining ostida agar yo'qolib ketib qolsa, qanday qilish degan vaqtda Uyg'urlar foydalanishi mumkin. Ammo bu yer bir masala aniq bo'lishi kerakki, bostirishning asosiy nuqtasi bo'lgan bir millat sifatida bostirilib kelyapmiz-da. Masalan, hozir qirg'inchilikni olmaysizmi? Bizning millatimizning kim bo'lganligidan, biz nega taalluq bo'lganligimizdan, tuprog'imizning naligidan, o'zimizning diniy madaniyati tarafidan, mushu tarafdan biz har qanday tarafdagi bostirish muomilada Xitoyning bizga qarab qolgan siyosiy odatga Xitoy garajdonlariga o'xshash emas. Yani chet el garajdan turkmashda bostirish uchrash oldi bilan bizdan boshlandi Uyg'urlar. Masalan, Hüseyin Jalil buning tipik misoli. Hüseyin Jalil bir Kanadaning kishisi, Kanadada yashaydigan odam, ne O'zbekistondan Xitoy aketdi. Shu bir eng tipik misol. Bilinmagan, endi bilinmagan qanchilari bor. Masalan, Turkiyadan qanchilgan Uyg'urlar qaytilib ketildi, Turkiyaning garajdan turib. Uyg'urlar qo'ldan kelganini qildi. Bu Uyg'urlarning qaytilib ketishida albatta muhim chet eldagi inson haqlari, insoniy xalqaro qonun, kishilik huquq qonun degan atalmış qonunlar ishlamadi Uyg'urlar kelgan vaqtida. Shularning mas'uliyati va albatta. Xitoy turli sabablar bilan tutqun qilgan ko'pincha chet elliklar jazo muddati to'shqandan keyin yoki jarimani to'lagandan keyin darhol chegaradan qo'g'lab chiqarilib o'z vataniga qayta oladi. Holbuki chet el fuqarosi bo'lgan yoki qo'sh davlat fuqaroligini olgan Uyg'urlar va boshqa turkiy millatlar Xitoyning qo'liga tushib qolsa, ularning taqdiri boshqacha bo'ladi. Xitoyning 2017-yili keng ko'lamda boshlagan cho'ng tutquni jarayonida va uningdan ilgarimi Kanada, Turkiya, Avstraliya, Misr va boshqa bir qancha davlatlardan yurtlariga qaytgan Uyg'urlarning Xitoy tarafidan tutilib, g'oyib qilib etilganligi yoki jazolanganligi buning dalilidir. Xitoyning jazo lagerlarida 8 oylik og'ir qiyin qistoqlarga uchragan, hozir Gollandiyada yashayotgan Umar Bakali xalqaro matbuotlarga Xitoy jazo lagerlari haqida tunji guvohlik bergan lager shohidlarining biri. Uning kechmishlari Xitoyning Uyg'ur elida irqiy qirg'inchilik siyosatini boshlagandan buyon, hatto chet el fuqaroligidagi Uyg'ur, Qozoq va boshqa turkiy millatlarni xohlagancha tutib jazolayotganligini oshkorlagan edi. Umar Bakali Qozog'iston fuqaroligiga o'tgandan keyin 2017-yili 3-oyda yurti Pichanga borganda tutib ketilib, jazo lageriga tashlangan. Keyin qo'yib berilganda u o'ruqlab 40 kilogramga tushib qolgan. Jismoniy va ruhiy jihatdan og'ir ziyonkashlikka uchragan. Umar apandi bu ziyonkashlikning ta'sirining o'zida hozirmi tugmaganligini ta'kidladi. 2017-yil men Qozog'istonning raisligini olgan bo'lsam-mu, ammo men Xitoydagi nopos hamma o'chilayotgan turibman. Meni kishilik huquqini dafsanligini qolgancha qo'lga ola olgan. Hukumatiniki siyosiy razil maqsadni amalga oshirish uchun har qanday chet el fuqarolariga qolgancha tajovuz qila olmaydi va har xil siyosiy qalblarni kiydirib, ularni qolgan vaqtda tutib tura oladi. Meni ular qo'lga olishda Şartlaşlarını devlette pasajı ornagan, diler domendari deb qo'lga ilishliq, qonuniy yo'llar bilan o'z huquqini qo'llash hech qanday imkoniyat berilmagan, sotlash, kisish hech qanday qonun yo'li bilan olib berilmagan. Umarbek Ali ziyoratimiz oxirida barliq sohalarni Xitoyning nuqtal ziyonkashligiga uchrayotgan Uyg'urlarga yordam berishga, chet ellardagi har bir Uyg'urning o'zlari va oila a'zolari uchrayotgan irqiy qirg'inchilik va nohaqchiliklarni dunyoga anglitishdan to'xtab qolmaslikka chaqirdi.
haq huquqini qo'llash uchun adolat tarafda turib, o'zining uchrayotgan va o'zining urug'liqqa uchrayotgan shu zulm uchun tik turib, adolat uchun kurash qilmaganda, bu boshqa hech qanday bir davlat va tashkilot buni hech qanday yardım qilolmaydi. Buning uchun faqat biz o'zimiz adolat uchun tik turib yashashimiz kerak. Mening shu 2017-yildagi jismoniy va ruhiy tafsilotligimdan keyingi ziyonkashlikka badalini to'latish uchun hozirga qadar to'xtab qolgan yerim yo'q, ham to'xtamayman. Shuning qonun yo'lini izlayapmiz va shunday bir sistemli bir apparatni maydon qilish uchun kuch chiqaryapmiz. Gulchehra tayyorladi. Diqqat berganingizga rahmat. Ma'lum bo'lishicha, navbatda Tayvanda ziyorat va faoliyatlarda bo'layotgan Dunyo Uyg'ur qurultayining bir qism hay'atlari 26 fevral kuni Tayvan Tashqi ishlar ministrligining muavin ministri Francois Wu bilan ko'rishib, Uyg'urlar vaziyatini anglatgan. Bu vaqtda ixtiyoriy muxbirimiz Erkin Tarim ma'lumot berdi. 24 fevraldan 27 fevralgacha Tayvan Tashqi ishlar ministrligining sahibxonligida Taypeyda ochilgan yig'inga teklif bilan qatnashgan Dunyo Uyg'ur qurultayi heyeti Tayvan Tashqi ishlar ministrligining muavin ministri Francois Wu bilan ko'rishgan. Dunyo Uyg'ur qurultayi heyeti Dunyo Uyg'ur qurultayining sobiq raisi Dolqin Aysa, muavin rais Zumratay Erkin, Dunyo Uyg'ur qurultayi Berlin ishxonasining direktori G'ayyur Qurban, Dunyo Uyg'ur qurultayi vakili Savutjon Mehmet qatorliqlardan tashkil topgan bo'lib, ularni Tayvanning muavin tashqi ishlar ministri Francois Wu apandi ishxonasida kutib olgan. Uchrashda Uyg'ur masalasining navbatdagi taraqqiyoti, Uyg'urlarning ig'ir vaziyati ve demokratiya bilan boshqarilayotgan Tayvanning navbatdagi ahvoli haqida suhbat olib berilgan. Dunyo Uyg'ur qurultayining muavin raisi Zumratay Erkin telefon ziyoratimizni qabul qilib, bu to'g'riliq ma'lumot berdi. U mundaq dedi. Muavin tashqi ishlar ministri bilan ko'rishgan bo'ldik. Tashqi ishlar ministriga Tayvanning xalqaro muhim rol o'ynaydigini va bo'libmi demokratiya dunyoda qanchalik bir ilgi bo'lganligi Uyg'urlar bilan Tayvanliklarning buningdagi texmo yaxshi hamkorlashib Xitoyga birlik qarshi tura olishimiz kerak degan bir qancha temalarda ko'rishgan bo'ldik. Dolqin Aysa apandimi bu haqda ma'lumot berib mundaq dedi. Bugun bizni muavin tashqi ishlar ministri Francois apandi o'zining ishxonasida do'stona qizg'in kayfiyatda kutib oldi. Dunyo qurultayi haqida ma'lumot berdik. Uyg'urlarning Yevropadagi faoliyatlari, Birlashgan Davlatlar Tashkilotidagi faoliyatlari va dunyoda epirayotgan lobby faoliyatlari o'xshaydigan masalalar va shundaqla albatta Xitoy Tayvan munosabatlari, Xitoylarning Uyg'urlarga qarshi, Tibetlarga qarshi epirayotgan bostirish siyosatlari, Xitoy kommunistik hokimiyatining chegara qilgan bostirish siyosatlarining Tayvanga va dunyoga bo'lgan ta'siri, Uyg'urlarga bo'lgan ta'siri qatorliq masalalar haqida so'zlashdik. Dolqin Aysa apandi Tayvan tashqi ishlar ministriga Komünist Xitayning Tayvan, Hong Kong, Uyg'ur va Tibetlarning dushmani bo'lib qolmasdan, balki butkul insoniyatga tahdid paydo qilayotgan bir kuch ekanligini, shunga Xitoyga qarshi kurashda Tayvanning Dunyo Uyg'ur qurultayini har jihatdan qo'llashi kerakligini o'tirib qo'ygan. Va Tayvanning demokratik dunyodagi demokratik bir model bo'lish bilan bugun dunyo demokratiyasi tahdid ostida bo'layotgan vaqtda uning bu harakatlarini kuchlantirishga iqtisodiy yordam qilishning zurriyatlari haqida suhbatlashdik. Chunki Xitoyning eng yaxshi bildigan xalq Uyg'urlar, Tibetliklar, Hong Kong va bilishimizning o'tgan qismatlari bilan dunyoni ogohlantirishimizning zurriyati. Bugun Xitoy kommunistik hokimiyati yalnız Uyg'ur, Tibet, Hong Kongliklarning dushmani va Tayvanliklarning dushmani bo'lmay, insoniyatning bir dushmani, dunyo bexatarligining dushmani bo'lganligini va bu reallikni bildirishimiz. Buning uchun Tayvan hukumatining buningga alohida ko'ngil bo'lib, tashkilotlarimizni moddiy va ma'naviy jihatdan qo'llashning zurriyati haqida suhbat olib bordik. Bu suhbatimiz jarayonida men hamning yozgan kitobini bosh ministerga taqdim qildim. Cho'qim o'qiydiganligini ifoda qildi. Shunday qilib do'stona ziyorat bo'ldi. Hatto biz Sharq Turkistonning iznigini, bayrog'ini bergandik. Ishxonasida butun dunyo xaritasi va har qaysi davlatlarning dunyo xaritasining ustida davlatlarning bayrog'i tushirilgan ekan. Bizning o xaritasidagi Urumchi degan yerga, Urumchi ism bor ekan, u yerga bizning bayroqni qadab qo'ydi. Ayta ahamiyatli, hayajonli bir yig'in bo'ldi. Dunyo Uyg'ur qurultayi Berlin ishxonasining direktori G'ayyur Qurban apandimi ziyorat
davetimizni qabul qilib mundaq dedi. Agar men xatolashmagan bo'lsam, bu Tayvanning rasmiy davlat organi bo'lgan Tashqi ishlar ministrligininki muavin ministri Uyg'ur vakillarini Tashqi ishlar ministrligida tunji qitim va ochiq oshkora kutilishi bo'lib hisoblandi. Bu ko'rishninki siyosiy va diplomatiya jihatdagi ahamiyati to'limi zo'r. Bu keskin holda Tayvan hukumatiningki Uyg'ur masalasida Xitoy hokimiyatidan andish qilib izchil davomlashtirib kelayotgan bu passiv pozitsiyasida zo'r darajada beshasliqligini aniq bildirdi. Biz bu nuqtani muavin tashqi ishlar ministrining so'zidan aniq his qildik. U Uyg'ur xalqining yillardan buyon o'zininki erkinligi va hurlik yo'lida ilib borayotgan kurashlari va qurbonliqlariga afrin etdi va shundaqla Tayvan xalqining Uyg'ur xalqining do'st ekanligini va Uyg'ur xalqining haqliq kurashlarini qo'llaydiganligini va yanida bo'lganligini aniq ifodaladi. Dünya Uyg'ur Qurultayı rəhbərləri 21 fevraldan 22 fevralgacha Taybey'de ötküzülgen Halifax Xalqara Bexatarlik Munbiri yığını jarayonida Tayvan prezidenti Lei Ching'da sobiq prezidenti Tsai Ing-wen qatorliq Tayvanning davlat rahbarlari va har sohadagi mutaxassislar bilan ayrim uchrashuvlar olib borgan. Shundaqla Uyg'urlarning ig'ir vaziyati to'g'risida ma'lumot bergan. Bu programmani Turkiyaning poytaxti Anqaradan Erkin Tarım tayyorladi. Hürmetlik radyo anlıqçılar. Erkin Asiya Radyosu'nun 27 fevral gündeki məxsus sahipler boyunca berildiğen anlatışı davamlaşmakta. Növətdə radyomuz muxbiri Ümidvar'nın tayarlışıdaki tarix ve bugün sahipsi uzurunladı buludu. Hürmetli radyo anlıqçılar, anlavatqanыңlar tarix ve bugün sahipimiz. Mikrofon aldıdı mən Ümidvar sizler bilen birge. Tarix ve bugün sahipimizin bugünkü kısmında Uygurlar ve Uygur rayonunun 20. asırda besip ötken siyasi musafirlere ait hazırlanған programma diqqətinizdə buludu. Qani mərhəmət, diqqətinizdə tarix ve bugün sahipimizde bolsun. Abduraup Mahsum İbrahimi 1944-49 yıldaki Şarkı Türkistan Cumhuriyeti Hükümeti'nin baş katibi. O İlhan Töre Ahmetcan Qasimi qatarlıq məzkur hakimiyet rəhbərləri qatarıdaki bir şəxs idi. Lekin 1949 yıl bu hükümetinin axırlaşışı o ve onun mыңлыған səbdaşlarını müşəqqətlik ve musafirlik hayat yollarında meniş qilib geldi. Abduraup Mahsum İbrahimininki 42 yıllık keyinki hayatı Almutu'da musafirlikte ötken bulup, onun kaldırgan izlerini Almutu'daki 78 yaşlık oğlu, tonulgan cemaat erbabı Azdekin İbrahim Efendi bayan kıldı. Azdekin efendim, mening bilishimcha bu Sharqi Turkiston Cumhuriyetining 1944-49 bo'lgan Cumhuriyetning bosh kotibi Abduraup Mahsum İbrahimi, sizning dadingiz, bu mashhur zotninki bu yıl tug'ilganligining 110 yıllığı. Shuningdek bu 2005 yılı vafotining 20 yıllığı bo'ladi o deymi? Shundoq. Bu merhum Abduraup Mahsum İbrahimi 1949 yılları albatta onun oldidagi hayot faoliyatlaridan xabarimiz bor. Masalan, Sharqi Turkiston Cumhuriyeti hukumatida bosh kotib bo'ldi. Azadlık Teşkilatı'nın dastlabki qurg'uvchilarining biri, Cumhuriyet hükümetinin ta'sis qilguvchilarining biri, shuningdek Cumhuriyet hükümetinin nurg'un hükümet xizmatlari va yetakchilik xizmatlariga rahbarlik qildi. Buningdan xabarimiz bor albatta. Bu jihatdan ait muhim rol o'ynagan shaxs. Endi shu 1949 yılı Xitoy kommunistlari Uyg'ur elini egallagandan keyin 50-yillarda, shu vaqtlarda Abduraup Mahsum İbrahimning beshiga qanday kunlar keldi? Endi dadamning ichib berishicha, dadam 51 yılı kolga elindi degan mening azroq esimda. Kolga elinib, türmede 2 yıl yatkan. Birinci yılda kolida kam, putulu koyza, maşındaq gibi. İkinci yılı kelgende koyzlarni, kishallarni evatgan. Endi nima sababdan qo'lg'abdi? Qanday jinoyat atibdi shu vaqtdagi Xitoy kommunistlari? Dadamni asli gunoh qilgani pan-turkist, pan-islamist. Ya'ni Türk halifelerini kuruş. Maşo asasda pan-turkist, pan-islamist degan qalpoqni kiygazgan.
Неміске дегенде ular Şarkı Türkistan inqilobi, ya'ni Uyg'urlarning inqilobi, boshqa turk millatlarning inqilobi to'nutgan xalqqa. Hamda o'zinglar bilasizlar, ularning siyosati har vaqt o'zgarib turdi. Birda andaq, birda mandaq. Shu vaqtda kelgazgan qaltig'i shundoq. Qanchalik vaqt turmada tutibdi? Dadam 2 yil 3 oy. 2 yil 3 oy. Nima sababdan qandaq tushuntirishlar bilan qo'yib beribdi oxiri keyinandan? 2 yil 3 oy yotganligi. Keyin dadamning o'zining aytib berishicha o'lim jazosiga tas qolgan. Shu vaqtda ishkirdim kimdi bir Xitoyning etin degan shu kelib nurg'un odamlarga kamchilik qilgan. Shu kamchiliklarda dadam shularning bir solib turmadan bo'shinib chiqqan degan nima so'zi mening esimda. Hamda ularni biladigan ko'plagan odamlarning hammasi vafot, ko'plagan emas, hammasi vafot bo'lib ketdi. Shu inqilob qatnashgan, shu ofitser bo'lgan, so'zimni yuqori deb ketdim-ku. Hozir hamda shularning bolalari, biz navirlari qoldik, hamda biz ashlarning degan gaplarini esimizde qolganlarini davatimiz. Turmadan chiqqandan keyin qo'yib bergandan keyin toki shu Sovet ittifoqiga, Qozog'istonga ko'chib chiqib bo'lganlikda 60-yillargacha nima ish qildi Abdurahim Mahsum Ibrohimi? Nima xizmatlar bilan shug'ullandi? Dadamning qilgan xizmatlarini men ayada yuqori deb ketdim-ku. Şu oblastda siyosiy kengashda ashad ishildi. Keyin tövanga chiqarib yana kommunaga aydidi. Şu janub tarafda Jiraxiyada kommunada bo'ldi. Esimda şu yilga 2-3 qitim keladi. Nega surgun qilibdi ekan? Tarımning bo'ylariga, tarım diyaning bo'ylariga. Bu 57-58 yildagi yerlik millatchilik zarba berish harakatida yerlik millatchi degan qalpoqni kiygan, qaytadan kiyib, ananikin yana qaytadan jazoga uchrab, demak ular bu janubdagi emgak bilan o'zgartish maydonlariga deganmiki, shundoq voqeami? Sizning demoqchi bo'lganingiz. Shundoq. Top to'g'ri dedingiz. Hozir so'zingizga men qo'shilaman. Hozir demak 58-yildan tortib yerlik millatchi degan nom bilan bu jazolanib, toki qancha yilgacha bu shundoq emgak bilan o'zgartish lagerlarida qiyin bir turmush besim sharoitlarda qancha yilgacha o'tkazdi? Rahmatli Abdurahim Mahsum Ibrohimi. Ben esimde 60-yilgacha shu ish davomida 61-yili Nayta G'uljida açarçılık bo'lgan vaqtlarda dadam uydi. Shu vaqtlarda esimda bir hukumat tarafdan bir kalımı, bir narsa bergan. Bizning nurg'un mollarimizni qilib ketgan, musodir qilib ketgan-ku. Shu vaqtda insofi kelib bir kalı bergan. Shuni so'yg'inimiz esimda açarçılık vaqtida 61-yili. Shu vaqtda dadam uydi bo'lgan. Demak 60-yilgacha şu kamollarda, şu yoqlarda sürgünde bo'ldi. Qachon Sovet ittifoqiga ko'chib chiqdinglar? 63-yili 1963-yili 4-oyning 23 kuni. Bu sifir mening esimda. Buni unutmayman men. Ko'chib chiqqandan keyin udullam sizlarni shu Olmaotaga o'rinlashdimi yoki qanday kunlarni boshdan kechirdi dadingiz shu demak Sovet ittifoqiga ko'chib chiqqandan keyin? Biz Qozog'istonningki Qizilor oblasti Qarmoqchi rayon degan rayon bo'lgan, shuning bir savxozida bo'ldik. Ağcar degan savxozda. Bu yerda 7 yil dadam shu savxozda bog'van bo'lib ishildi. Biz hammamiz shu bog'da ishildik. Biroq turmushimiz nihoyatda yaxshi bo'ldi. Bu yerda xotirjam, hamma tarafdan yetarlik. Dadamni nihoyatda yaxshi hurmat qildi bu yerdagilar. Dadamning 50 yosh vaqtlari deyman bu vaqtlar. Keyin u yerdan nima ketdim? Armiyaga ketdim. Armiyadan kelgandan keyin andiki biz Olmaotaga ko'chib keldik. 70-yili Olmaotaga ko'chib keldik. Olmaotaga ko'chib kelgandan keyin nima xizmatlarni qildi dadingiz? Pensiyaga chiqdimi yoki bir xizmatlar bilan shug'ullandimi? O'zimiz bilsangiz, u yoqdan chiqqan odamlarga hech vaqt yuqori o'rinda xizmat bermaydi-ku. Bu yerdagilarning, u yoqdan kelganlarning shu savdo nimalarida, yana bir yerda ishlaydi dadam. Yani kelgandan keyin shu savxozning bir ishada nimalari voqea ko'ktat nim qildigan. Shu ko'ktatlarning ustidan qardi bir sklad ishildimi aytadi, shunday bir ishlarni qildi. Keyin ondan keyin biz emgakka yetdik, biz ishlab ketdik, bolalari
Dadam pensiyaga chiqdi. 63 yoshida deyman. Abdurahim Maqsim İbrahim bu Sovet İttifaqıga kelgandan keyin shu 60-70 yilda bo'lgan aralıqlarda Toshkentga berib, Toshkentda yashayotgan shu vaqtdagi Sharq Turkiston Jumhuriyatining rahbari, raisi bo'lgan Ilhon To'ra bilan ko'rishadigan ishlar bo'lganmi, ko'rishganmi? Dadam 75-yili Ilhom To'ramni yo'qlab qolgan. Shu vaqt shu bir yig'iz gapi esimda shu chiqmaydi. Ilhom To'ram deb ketdikin, qo'shilishilgan vaqtidami Maqsum agar yana inqilob bo'lib qolgan bo'lsa, biz bor deb ketdilar. Mashini ko'p qaytim takrorlagan. Mashundaq gap qildi deb o burunqi inqiloblardan afandiyat yemiga o'xshaydi degandek bir ma'noda. Dadam shu gapni ko'p takrorlaydi. Mashunda degan deb. Hürmetli dostlar, yuqorida sizlar tarix va bugungi saytimiz bilan tanishdinglar. Xayr xo'sh, bu programmani Umidvor hozirladi.